Yurdi. Qaysi ekan? Portugaliya bo'lsin hozir. Italiya. Sibir. Ato! Bizomishli. Paris. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Abu Bakr do'stlar. Bugungi video roligimizda payshanba bo'lganligi uchun yangi eventni ko'rib chiqamiz. Bu yerda juda ham ajoyib va Juventus bo'yicha ham ya'ni Globus erasi bo'yicha ham bir nechta gaplarni, ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Bugun yangi paklar kelgan. Ya'ni Globus erasidan tashqari yangi paklar kelgan. Hozir bizda 10,000 gemimiz bor. Hop, bu yerdan bir nechta narsalarni ochib olishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Hamda bizda do'stlar yangilik mana bundan 10 dona esa Dude goalkeeper olishimiz kerak va bu yerdan payshanbalik sovg'asini ochib olamiz. Ketdik unda. Ketdi nima berarkan standart pakdan. Delibor. Mayli emas. Kerak emas bizga. Hop, ketdik endi unda. Chiqib olamiz. 11,000 ta bo'ldi. Va bizni olamiz 116 bo'lganligigacha bo'ldi. Mana 116 over turibdi. Mana bu yerda mana bu o'yinchi olganmiz. Hamda Eto tushirib oldik do'stlar. Biz ajoyib o'yinchi Eto. Statistikasi ham yaxshi. Bugun bu vartalistdan ayrilamiz. Mana bu vartalistdan. Unda kelinglar, men yangi Juventus bo'yicha ko'rib chiqaylik, nimalar bor ekan, nimalar yo'q ekan. Barchasini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. O mana kakir Juventus bu nima degan. Bu yerdan kelgan ekan Rama pozitsiyali ajoyib o'yinchi va kelinglar mana bu yerdan ko'rsatib chiqaydi. 11,5 mingta va bu yerdan kuchaytiradiganlar beribdi. Kelinglar shundan ham bir dona ochib olamiz boshlang'ich darajasiga. Keyin ko'ramiz ana bir nima bo'ladi. Mana hop 100 ta rank up. Mayli 100 ta rank up kerak emas bizga hozirda. Galeriya bo'yicha Cristiano Ronaldo kelgan bugun. Cho'moslam Juventusda. Buffon, Elena Brazili. Ye? Okeylar. Ano qana bizga kelinglar o'yinchimiz. Onana ketdi. Lekin Cristiano Ronaldo yo'q do'stlar. Ishi Cristiano Ronaldo. Kelin mana bu yerda ham ochib olaylik-da. Agar ochib bo'lsa, davaki free nima tushadi. Hatto pak bergan hatto bir. Plus. To'g'ri shu narsani beradi. Bergan narsasini qaraydi. Men ko'rib hali xursandman bu mesli. Hatto pak berganda ham yaxshi bo'lardi. Yangi event, qani yangi event? O mana. Record Breakers degan. Hop, Hop, Iniesta kelibdi do'stlar bu yerdan. Keyin mana bu RBga o'yinchi kelibdi. RB pozitsiyaga kakras keyin Chesney, Dul ajoyib o'yinchilar kelibdi. Hamda Cristiano Ronaldo statistikani qaranglar, ajoyib Barsa o'yinchi. Lekin bu qasdi yana qanaqa o'ynaladi strikerdan tashqari va yangi pozitsiyada levaga ham o'ta berar ekan, bermalol. Iniesta albatta afsonaviy o'yinchi. Iniesta ikkinchi pozitsiyada hattoki boshqa qanaqada o'yna olmas ekan. Iniestalar kelibdi. Biz buni rasmga olib olamiz. Kerak bo'ladi do'stlar, previewga kerak bo'ladi. Iniesta mana bularni kerak bo'ladi do'stlar. Bulardan shu xolosmi demoqchiman. Bu yerda keyinchalik qilamiz. Bu yerdan ham normalniy narsalar olsa bo'lar ekan. Bu yerda kartalar kelamiz. Endi rank up points bergan. Rank up points da 200 tagacha olsa bo'lar ekan. Challenge bo'limiga o'tadigan bo'lsa, challenge bo'limida hech narsa challenge'imiz yo'q. Bu yerdan narsalar olsa bo'lar ekan. Mana bundan 500 ta siz bo'lar ekan, mana bundan 200 ta, bu yerdan 1,5 ming ta siz bo'lar. Bu yer 2,5 ming ta naqaga o'ynasa bo'lar ekan. Va bu yerdan 14 marta o'ynasangiz, bu yerdan esa zadanalar bajarsangiz hamma joy narsalar berar ekan. Get our readings. O yangi kelibdi. Yo'q. Bu rekord erot past, o'zining pastining narsalar ekan. Bu yerdan nimalar olsa bo'ladi ko'ramiz.
unchalik ko'p emas ekan, 30 dona ekan va bu yerdan Havi olsak bo'larki, Havi ajoyib birinchi Havi ham 119 darajagacha ko'tarilishi mumkin ekan. Uni biz paklarimizga o'tamiz. Keyin chalik bilan keyingi videoda obzor qilib chiqamiz paklardan. Bu yerdan 3 mingtalik pakimiz 109 dan 115 gacha ekan. Birinchi urishni otib olamiz. Ketdi. Normal o'yinchi bersa 110 bersa bo'ldi menga. Menga unchalik zarur emas. Menimcha 110 o'yinchi. Bermasa ham kerak yo'q. Yurdi. Qaysi ekan Portugaliya bo'lsin hozir. Italiya, Sibir. Ato! 115lik Paris. Paris surpo'ydi do'stlar. Nice to meet you, Paris. I got you. Gap yo'q lekin. Omadli pakt qaranglar. Wow, lekin nice. Lekin nice. Endi o'zimizning Julius Eras pakdan ham bitta chiroyli narsa tushib bersak. Oh! Ana ketdi. Bu yerdan ham Bront Juventus bo'yicha o'yinchilar paklar kelgan bo'lishi kerak. Unda baribir biz Dudekni olamiz bugun do'stlar. Golkiper ikkita o'yinchi olamiz. Mana shuni almashtiramiz. Ya 5 ta almashadigan bo'lsa, men bilmadim. Shuja aytdim. Yana nima olsak bo'ladi? Oldin kelinglar biz ko'raylik. Ikkita kuchli o'yinchi oldik do'stlar. Labosh. Kelinglar bu yerga o'tamiz. 10 ta almashyaptimi? Ana Dudek. 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 Giziltaga arzimaydi-da almashtirsangiz. 1000 ta ketarkan, lekin men bilasizlar, men mana narsa shu stri bo'lish kerak odam. Hop, sabaga. Qaysi birini o'rnay qo'yadi? U bu yerda turib tursin-da. Buni o'rniga travel qilamiz. 30 da shuni darajasi. Biroq darajasi 30 da o'sha uchun hozirda Jalka ketishi mumkin. Undan ko'ra mana buni almashtirganimiz yaxshiroq ancha. Paris. O'yinchini olingda endi. Almashtirib qo'yamiz, bo'ldi. Rankapga hali ditcha bor ekan. Biz buni hozir kuchaytirmaymiz. Bizga hozirda golkiper kerak. Golkiper olamiz. Ketdi kunda. Golkiper Dudek ajoyib o'yinchi tushdi, lekin uncha-munchasida yo'q o'yinchi tushdi-da, lekin borkuma usamib ketdim. Bitta Dudek emas, lekin 115 lik odam bittada bu o'yinchi olmaslik. Otaylikmi, qani Dudek Julius Eras qani ketdi. Yurmoqda. Hop, Olshe goalkeeper hayvonlar mayda o'sha Dudek bizda tayyor o'yinchi. Oh, turishini qaranglar mana. Bizni sovg'a bermoqda bu yerdan bizga. Oh my god. Keyingi videoga ham almaza tajor turibdi. 1000 ta almazimiz bor hozirda bizni. Nice to meet you, lekin. Mesherga kirib ko'raylik-da, yangi narsa kelmabdimi? Yo'q, yangi narsa kelmabdi hozir. Hammasi Footwers'ga bog'liq o'yinchilarda do'stlar. Endi bizga kerakli narsa hozir bu yerdan Dudekni almashtirish uchun birinchi o'rinda baqa kirib olamiz. Dudek. Va Dudek представляется. Oh my god, yana Dudekda har doimda rank up. 115 over qilamiz Dudekda. Goalkeeper. Lekin omadli pak, to'g'risini aytsam yaxshi o'yinchi tushadigan pak ekan. To'g'risi. Buni full qilamiz Dudekda albatta. Hop, endi bizga kerakli narsa buni
Bo'ldi. Qolgan narsalarni keyin kuchaytiramiz. Bo'ldi, mana bu ikkalasiga 5 daraja qo'shib bersak bo'ldi. Lekin uncha yaxshi bo'lmadi. Obunachilarimiz 50 taga chiqmayapti do'stlar. 117 bo'ladi deb o'ylabman, overmi? Balki o'yinchilarni olib tashlagandan keyin 117 bo'lar. Mana bilmadim. Bunga point qo'shib beramiz. Qani barcha o'yinchilarni olib tashlasak 117 bo'larmikan overimiz? Yo'q. Kuchaymadi. Bir 117 over. 116 over. Mana buni qanday qilib kuchaytirishni bilmadim. Bo'ldi, biz akkaunt beton o'sha. Xo'sh, endi nima qilsak bo'ladi? Va menimcha bo'ldi obunachilar. Video shu joyda tugadi. Hammalarga xayr.